Uyimizning narxi 39 ming. Sotiga 3 sotik, 5 xona, oshxona bilan. Oshxonadan tashqari 4 xona. Bitta spalni, bas ikkita spalni, qaranglar, ikkita spalni, ikkita sanuzel, bitta detskiy hamda bitta mehmonxona. Bu yerda katta kladovkasi bor, bu xonani kirib ko'rishingiz mumkin. Spalnigimiz birinchisi hamda sanuzeli bilan sizlarga bonusiga 39 ming so'mga dollarda hisoblaganda. Stoytmi? Uyda holati zo'r. Lokatsiya Marg'ilonda, Bordoncha. Короче, Marg'ilonni sentriga 3,5-4 kilometr. Mana bu ikkinchi spalnigimiz. Kvartirani narxida qo'yapmiz hisobda. Bunisi detskiy. 100% xomg'ishda bu uyimizni tomini ochib tashlab 2 etajli qilib olasiz. Sesma regellari joyida. Bitta общий sanuzel, anaqa tualetimiz, mana oshxonamiz, oshxonani aynidan ko'rsatib qo'ying. Xo'p. Shopir aka. Pasaytirib olasiz. Avtoriskiy urib qo'yadi YouTube'ga. Ko'ryapsizlar, mana holatini chiroyli. Mana yerda mana bitta mehmonxonamiz. Tashqarini chiqib ko'ramiz keyin. Mana shunaqa uy kimga zarur bo'lsa telefon qilaveringlar. Cho'chimasdan pastdan nomor qoldirib qo'yapmiz. Robotigacha yangi mana zeleniy zona kirishga qo'l yuvgani parosat ishlatib qo'yib qo'yilgan. Mana bu tashqari ko'rinishi. Mahalla keng. Mahallani u boshidan mana shu tomoni bir 10 metrdan oshiq, 12-13 metr katta mahalla, gulxona qilsangiz bo'ladi. Bu yerda katta suv bor. Suv svetdan muammo yo'q, gazimiz xudo xolasa kelib qoladi. Sizlarga barakaga 39 mingga Bordonchidan. Sog' bo'linglar.